Mumkinmi? Keling Ziyodulla aka. Ana endi boshlasak ham bo'ladi. Mani hamma gapdan xabarim bor. Sen qachondan beri meni qo'limda ishlaydigan itlar bilan til biriktirib ish qiladigan bo'lding. Sendan so'rayapman. Menga qaranglar. Kimdir o'zi menga tushuntirib beradimi nima bo'layotganini, nima uchun yig'ilib o'tiribmiz bu? Sizga meni mehribon singlim uyga borganda hamma gapni tushuntirib beradi. To'g'rimi? Mashina olib arendaga chiqaradigan bo'lib qolibsizmi? Pul odamni o'zgartiradi deyishardi. Lekin o'z singlim bu darajada o'zgarib ketishini men kutmagandim. Bugun siz oldingizda singlimni qilgan ishi uchun kerak bo'lsa bosh egib kechirim so'rayman. Qiz bola otasi va akasini or nomusi deyishadi. Bugun mana shu or nomusimni ham bir chekkaga surib sizdan uzr so'rayman. Aslida mana shu lavozim, meni pullarim hammasi rahmatli otanglarning sharofati. Men bu yerga oddiy ishchi bo'lib kelganman. Otangiz menga imkoniyat berdilar va bugun mana shu darajada turibman. Keyin oramizni yanada mustahkamlaylik deb quda bo'lishni taklif qildilar. Mana qudachilik rishtalari ham bog'langaniga ancha. Lekin bugun singlim menga gapirdi. Ertagayoq borib ana shu mashinani nomingizga o'tkazib berishim. O'tkazib berasan.